Yettilarni sevuvchi akalar uchun 7-mikrorayonda 7 etajlik domning 7-etajidan kvartiramiz sotuvga chiqdi. Tayyor remonti, tayyor jihozlar bilan. Hozir biz katta zal qismida turibmiz. Bu shkaflarni ko'rishingiz mumkin. Televizorlari qo'yilgan, devorlarimiz aboy, lyustralar ilingan, patologgacha aboy qilingan. Xo'p, bu yoq kattagina o'zini prixojka qismi bo'lyapti. Prixojini shkaflarini ham qo'yib qo'yibdilar. Bu tomon esa sanzur qismimiz bo'lyapti. Ko'rib turganingizdek, siralkalari bor, suv ichish tizimlari bor. Xo'p, bu yoqda esa kuxnya qismimiz bo'lyapti. Prixojkada o'ng qo'lda kuxnya naborlari qo'yilgan, xonalarimiz двухкомнатный kotel isitadi, devorlarimiz полностью aboy qilingan, xolodilniklarimiz qo'yilgan. Kirib yashashga полностью tayyor. Shunday dokumentini qilasiz, kirib yashaysiz, tamom bu xonadonga. Xo'p, bu esa ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Aytgancha kvartiramiz 2 xonalik 58 kvadrat maydonga ega. Xo'p, ko'rib turganlaringizdek, ikkita xonamizda ham televizorimiz bor, primer konditsionerlarimiz bor, lyustralarimiz ilingan, devorlarimiz aboy qilingan, patologgacha ham aboy qilganlar, chiroyli gilamlarni tashlab qo'yganlar, oyoqdagilar laminat qilingan, o'zini balkon qismiga ham ega. Ko'rib turganingizdek, bu yoqqa uголокlarimiz ham qo'yilgan. Balkon qismini ham ko'rsatib o'ting. Kvartiramizga so'raladigan narx 43500 deyaptilar. Yana kelishadigan joy bor. Kimga qiziq bo'lsa, pastki raqamlarga murojaat qilib bog'lanib baraka qilishingiz mumkin. Videoga like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.